Mashinaga o'tir demoqchi bo'lsangiz, get in deysiz, qaytaring. Get in. Get in ishlatiladi. Mashinaga o'tir, mashinaga chiq deymiz-ku. Get in ishlatiladi. Endi avtobusga yoki boshqa transportlarga chiqqan, o'tirgan demoqchi bo'lsangiz, unda get on bo'ladi. Qaytaring. Mana. Get on. Get on. Bularni nima farqi bor bir-biridan? Hammasiga get in desa bo'lmaydimi yoki hammasiga get on desa bo'lmaydimi desangiz, yo'q, bo'lmaydi. Ingliz, amerikancha shunaqa qilib qo'ygan. Endi majbur o'rganamiz, bo'ldi. Nimaga demaymiz? O'shanga. Xo'p, qarang. Transport tasavvur qiling. Transport, любой bitta transport. O'shanga o'tirib bo'lsa, get inni ishlatamiz. Chiqqan, o'tirgan deb. Get in. Misol uchun mashinaga, taksiga o'tirsa bo'ladi, to'g'rimi? Vertolyotga ham o'tiramiz. Vertolyotga chiqmoqchi bo'lsangiz, get in deysiz. Yoki mashinaga o'tirmoqchi bo'lsangiz, get in deysiz. Yurishga joy bo'lsa, yura olsa, unda biz get on ni ishlatamiz. Qaytaring. Get on. Get on. Ikkalavi ham o'tir, chiq degani faqat transportga qarab o'zgaradi. Transportda bemalol yura olsangiz, get on, qaytaring. Get on. Yo'da yura olmasangiz, get in, qaytaring. Get in.